Testosteron faqat yosh o'tishi bilan tushadi deyishadi. Unda nega 20-25 yoshli yigitlarda ham bu muammo bor? Testosteron yosh o'tishidan emas, balki turmush tarzidan pasayadi. Buni esa ko'pchilik bilmaydi. Va eng xavfli narsa shuki, bu jarayon sekinlik bilan sezdirmasdan yig'ilib boradi. Hozir sizlarga kundalik hayotimizdagi eng ko'p uchraydigan 5 ta sababini aytib o'taman. Birinchisi plastik idishlar. Oddiy plastik shishadagi BPA moddasi organizmdagi estrogen, ya'ni ayollar gormoniga o'xshash ta'sir qiladi. Ikkinchisi ortiqcha shakar. Insulin tez ko'tarilishi, gormonal tizim buzilishiga olib keladi. Uchinchisi surunkali stress, kortizol. Bu stress gormoni. U qanchalik ko'p bo'lsa, testosteron shunchalik kam bo'ladi. Organizm bir vaqtda ikkisini ushlab tura olmaydi. To'rtinchisi noto'g'ri parhez. Ko'pchilik ozish uchun sog'lom yog'larni ratsiondan chiqarib yuboradi. Testosteron sog'lom yog'larsiz ishlab chiqilmaydi. Beshinchisi D vitamini yetishmovchiligi. Quyosh bor, lekin ko'pchiligimiz ish vaqtida ko'chaga chiqmaymiz. Bu vitaminsiz esa gormonal tizim to'liq ishlamaydi. Savol tug'iladi, o'zi qanday to'g'ri yechim qilish kerak? Ekologik idishlarga o'tish, shakarni kamaytirish, ratsionga sog'lom yog'lar qo'shish testosteronga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Organizmni ichkaridan qo'shimcha qo'llab-quvvatlash uchun esa tabiatga murojaat qilish mumkin. Palma guli changi tarkibida insonnikiga o'xshash tabiiy gormonlar bor. Gormonal muvozanatni qo'llab-quvvatlashda qo'llaniladi. Kistal hindi va zanjabil esa yallig'lanish jarayonlarini kamaytiradi va qon aylanishini yaxshilaydi. Bularning barchasi yon ta'sirlarsiz tabiatdan olingan. Hayot tarzingizga bee'tibor bo'lmang. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga yuborib qo'yib, keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling.